Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan zo'r tutqun va siyosiy bostirish harakati barg'ansari ko'p sohaning yisdashligiga erishayotganligi ma'lum. 6 aprel kuni Washington shahrining eng avod joylaridan bo'lgan Hurriyat maydonida o'tkazilgan Uyg'urlarni qutqizayli temasidagi birlashma yig'ilish faoliyatini ana shuning jumlasidan deyishga bo'ladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur inson haqlari qurilishi tashkiloti, Birma vazifa kuchlari qatorliq tashkilotlar birlashib uyushtirgan bu qatimqi birlashma yig'ilish faoliyatiga Washington shahri va uning qo'shni joylaridagi Uyg'ur jamoati, Kanada, Germaniya qatorliq joylardan kelgan necha yuz Uyg'ur jamoati, shuningdek har qaysi masjidlar orqali bu qatimqi yig'ilishning e'lonini anglab alaydan kelgan necha yuzlagan chet ellik musulmonlar birlikda ishtirok qildi. Bugungi yig'ilishning riyosatchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining mudiri Ömer Qanat oldi bilan so'zlab, Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot berdi. Ondan bugungi faoliyatning Amerika davlat shiori va Sharqiy Turkiston marshi bilan boshlanganligini jakarlagandan keyin Amerikadagi Uyg'ur o'smirlaridan O'g'uzxon Asad sahnaga chiqib, Amerikaning davlat shierini o'rinladi. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose vast stripes and bright stars through the perilous fight are the ramparts we watched were so gallantly streaming. Ulapla Sharqiy Turkiston marshi o'rinlanganda kishilar yana bir qatam qo'llarini ko'ksiga qo'yib hurmat bildirdi. Ömer Qanat so'zlab, bu qatimqi yig'ilishga kelgan kishilarning haqni yoqlash jasoratidan to'liq suyunganligini bildirgach, Uyg'urlar uchrayotgan siyosiy fojiani dunyo jamoatchiligining nazar etnik tozalash, insoniyatga qarshi jinoyat, madaniyat qirg'inchiligi degandek o'xshamagan shakllarda atayotganligini hamda qaytlanmaydi deb qaralgan irqiy tozalash qilmishining 21-asrda yangiboshdan o'tirg'a chiqayotganligini, Xitoy hukumatining axloq jihatdagi bu xil inson qalbidan chiqqan qilmishlarni to'sish uchun hammaylarning bir yoqidan bosh chiqarishini ko'rib, o'zining dakmi xursand bo'lganligini bildirdi. Bugungi faoliyatning kun tartibi bo'yicha Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Isa so'zga chiqdi. U so'zida navbatda lagerlarda ezilayotgan millionlagan Uyg'urning ozodligi uchun bu xildagi faoliyatlardan davomlashtirishning zo'r qimmati borligini alohida ta'kidladi. Bizning Sharq Turkiston davosining, Uyg'ur davosining xalqaro tanilishi, dunyo tarafdan e'tirof qilinishi va xalqimizning ovozining bugun jazo lagerlarida ezilayotgan, azob chekayotgan millionlagan qarindoshlarimizning erkinligiga erish uchun besilgan intayin muhim bir qadam. Arkadan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Rabiya Qodir xonim so'ziga chiqib, Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirishni dunyoga oshkorlagan axborot sohasiga o'z tashakkurini bildirdi. Shuningdek, muhojiratdagi Uyg'urlarning har birini vatandagi Uyg'urlarni hurlikka chiqarish harakatining bir avangardi bo'lishga chaqirdi. Yo'ldashimning oilasidan 55 odam, 100 ga yaqin odam lager bilan turmada 2 yil bo'ldi bilmayman. Barli qarindoshlar, jangchilar, sabdoshlarim, Amerika, bütün dünya, Xitoy oshkora janosaid qilayotgan xalqni qutuldirib olinglar. Bu qatimqi faoliyatni tashkillashga alohida kuch chiqargan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Dilshod Hasanov so'zlab, Amerikaning siyosiy markazida jam bo'lishining bir maqsadi Uyg'urlarning zulmga va bostirishga sukut qilmaydiganligini namoyon qilish ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, Uyg'urlarning zulm yo'qolganiga qadar o'z kurashlaridan davom qilganligini, buning uchun zulmga qarshi turishni o'zining burchi deb qaraganligi kishilarning qaysi irqqa tava bo'lishidan qat'iy nazar adolatni yoqlashini, buni amalga oshirishning bir yo'li navbatda Amerika hukumati va boshqa munosabatli tarmoqlarni tegishli bo'lgan tadbirlarni elishga da'vat qilish ekanligini ko'rsatdi.
Bu qatimki faoliyatning vujudga chiqishiga alayda kuch chiqargan Berma vazifa kuchlar tashkilotining raisi Imom Malik Mujohidning so'zlarimi kishilarning yurak tarini qattiq chekdi. U so'zida navbatda 2 milliondan ortiq Uyg'urni lagerlarga qamayotgan Xitoy hukumatining o'zini bakmi zo'r qudrat sohibi hisoblab, dunyoni kontrol qilmoqchi bo'layotganligini, ammo dunyoning kontrolligi Allohning ilkida ekanligini, Xudoni inkor qilgan Sovet ittifoqining halokatli taqdiridan Xitoy hukumatining cho'nqur saboqlarni elishi lozimligini ta'kidladi. Shundaqla Uyg'urlar g'oyat zo'r fojiaga duch kelayotganda Amerika hukumatining buningga qarshi turishda bayroqlar simvol bo'lib qolganligini, shu sababdan Amerika hukumatining bu jihatlardagi tirishchiliklariga hamdam bo'lish uchun Amerikadagi hukumat tarmoqlaridan sirt bolalar, ayollar va boshqa sohalarning qo'llashiga ega bo'lish lozimligini, millionlagan Uyg'urni lagerlardan ozod qilishda vazifalarning bakma eg'irligini bayon qildi. To respect our people who you have sent to concentration camp. Are you with me? Aralıqda biz Dünya Uyghur Qurultayıning raisi To'lqin Aysoni ayrim ziyorat qilib, Amerikaning poytaxtida mushundaq bir zo'r ko'lamli yig'ilishni tashkillashdagi sabablar to'g'riliq suhbatlashdik. Bu bugungi bu Washingtonda yapirilgan bu erkinlik namoyishi Dünya Uyghur Qurultayıning 2018-4 oydan boshlab tashkillangan xalqaro cho'ng namoyishning 3-chisi. Biz 2018-4 oyning 27-si Brükselda Yevropadagi vatandaşlarımızın asos qilib, dunyoning boshqa yerlaridan insonlar qatnashib, cho'ng bir namoyish o'tkazgan. Undan keyin 11-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldi Jenevada dunyoning ham ikkinchi qatimliq cho'ng bir namoyish o'tkazgan. Endi Washington dunyoning siyosiy markazi, dunyoning nurg'unlagan siyosiy qarorlari berilgan bir o'rin bu. Shuningdek biz bu namoyishning 3-chisini dunyoning siyosiy markazi bo'lgan Washingtonda o'tkazish orqali hozir dunyoda keyingi 4-5 oydan buyon haqiqatan xalqaro matbuotlar bo'lsin, hukumatlar bo'lsin, xalqaro tashkilotlar bo'lsin, bu Sharqiy Turkiston jazo lageri masalasida kuchli bir diqqat e'tiborini qo'zg'agan, bizga hisoshlik qilayotgan bir vaziyatda. Faqat bu hisoshlik qilish va yoki diqqat e'tiborini qo'zg'ash, ammo Sharqiy Turkistondagi bu jazo lageridagi bir qancha million xalqimizning erkinligi uchun bir amaliy bir qadam bosilmasa bu masalani hal qilib yo'q. Xitoy texmi bu jazo lagerini kengaytirdi. Dunyodan bu realliklarni yepishtirib o'tdi. Bunda bir sharoitimizda bu yerda bu namoyishni qilish orqali Amerikan Kongress saqlayotgan ikki qonun bor. Uyg'urlarning vaziyatiga oid. Buningga bir xalqaro bir qo'llash va buningga biroz haydakchilik qilish. Ikkinchi birisi Amerika hukumatining muavin prezidenti, tashqi ishlar ministri va kongressmenlar bu jazo lageri masalasida xalqaro aktivistlik bilan faoliyat qilayotgan, so'zlayotgan bir hukumat, parlament. Ammo buni amaliy bir harakatga aylantirishimiz, amaliy bir qadam basalaydigan, Xitoyni jazolaydigan, masalan, xalqaro Magnitskiy qonuni bo'yicha Xitoy amaldorlarini so'roqqa tortadigan bir amaliy harakat qo'llangan vaqtimizda, yapmagan vaqtimizda buning texmi Xitoyga bir ta'siri bo'lgan gap, bu kampning taqilishiga texmi harakatlantirish rol o'ynaydigan gap. Mushunday maqsad bilan bu yerda bu namoyishni yapdik. Bu namoyishning ahamiyati boshqa yerdagi namoyishga qaraganda chaqda bu jazo lageri masalasida Amerikani birinchi qadam amaliy bir harakat o'tkazishga rag'batlantirish maqsadi bilan yapirilgan. Bu qatimki faoliyat uchun Amerika Davlat Majlisining a'zolaridan Marco Rubio, Christopher Smith, James McGovern, Tom Suzy, Jennifer Wexton, Andy Barr qatorliqlar o'zlarining bayonotlarini avatgan bo'lib, bu bayonotlar o'qib o'tilganda faoliyat uchun yig'ilgan ko'pchilik qizg'in olqish yangratdi. Uyg'ur siyosiy faoliyatchilaridan Roshan Abbas, Washington shahridagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal qatorliqlar ayrim-ayrim so'z qilib, Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan reallikning mohiyatini, Uyg'urlarning normal insonlardek hayot kechirishiga navbatda zarracha imkon qolmaganligini jonliq misollar orqali tasvirlab berdi. Shuningdek, yordamsiz qolgan Uyg'urlarga xalqaroning yordam qo'lini sunishi lozimligini alohida ta'kidladi. Erkinlik maydonidagi bu yig'ilishga Shanxay Mustaqillik Tashkiloti, Fuqarolar kuchi tashkiloti, Xalqaro Tibet harakati qatorliq tashkilotlarning vakillari qatnashdi. Fuqarolar kuchi tashkilotining raisi doktor Yang Jalli ayrim ziyoratimizni qabul qilganda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish tadbirlarini Xitoycha aloyidlikka ega fashizm deb tasvirlashga bo'ladiganligini bildirdi. 说今天我来不仅仅是作为一个中国人，我而是作为人类的一员。刚才我讲了，150万，它不是个数字，它是活生生的人。它不仅仅是活生生的人，它是父母、是兄弟姐妹、是儿子、是女儿、是丈夫、是妻子。
它不是仅仅是个数字，它是阿依古丽，它是阿利姆，活生生的人在那儿关押着。我们不能接受这样的现实。现在中国的很多特征已经表现出法西斯主义的这个所有的性质，这个一党一个领袖，绝对的控制这个媒体，控制言论，这个调动民族主义情绪对内，而且对外。对内呢，就要消灭这个少数民族，这个都是传统的法西斯主义都做到的事情，而且法西斯主义的特征。但是传统的法西斯主义在当时还没有条件做到的，中国共产党现在已经做到了。Bu qitimki yig'ilishga Amerikadagi Uyg'ur yoshlarimi faol ishtirok qildi. Lager shohidi Mehrigul Tursun o'z kechirmishlaridan ba'zi ahvollarni bayon qilish orqali Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini tasvirlab bergan bo'lsa, Uyg'ur korxonachilar to'rining qurg'uvchisi Qo'zdat Altay dadasining lagerga qaminishga birlashtirgan holda navbatdagi zo'r tutqunning qancha darajaga berib ketganligini ko'rsatib berdi. Mehrigul Tursun bu haqda ayrim ziyoratimizni qabul qilganda hamda Uyg'urlarga Xitoydan qo'rqishdan hech qanday lozimi qolmaganligini, chunki Xitoy uchun barliq Uyg'urlarning o'xshashla yo'qotish obyekti bo'lib qolganligini, lagerdagi sonsizlagan Uyg'urlarning muhojiratga qarindoshlarimiz bizning dardlarimizni dunyoga yetkazdi deb umid qiladiganligini alohida ta'kidladi. Men Amerikada uyg'urlashni chiqtab olgan, lekin hozir qadarmi Xitoyninki nimasining to'xtay tahdidini qo'rqdimi yoki chiqishdan qo'rqdimi shunday qo'rqish maydonga kelmagan Uyg'ur qarindoshlarimiz shikillashdim. Chunki qo'rqsam bo'lki bizning ota-onam hammasi yo'qotdim, bolamni yo'qotdim. Men hozir ajrabimizga tayyorlanib chiqib hammayoqda bir narsa qilyotdi, ammo to'xtashimga kuchayapti. Men to'xtab qolsam ota-onam xotirjam turmush kechirdim, men to'xtamayman. Chunki Asiyadagi azobni o'lganlarni hamma vatandaşlarni qanday qilayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Shu vatandagilarning umidini biz yo'qotmaymiz, biz ko'p qoldik. Muhojiratga Uyg'urlardan Kanada Uyg'urlari bu qatimki faoliyat uchun necha avtobusda 100 necha Uyg'urni elib kelgan edi. Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduvali bu haqda so'z bo'lganda vatandagi bostirishning texnik ko'p Uyg'urlarni bu yo'lga ma'ndirayotganligini bildirdi. Va yo'qolib ketayotgan, o'lib tugab qirilish girdobga bo'lgan qarindoshlarimizninki simosi ekeldi. Amerikaning Washington DC'deki şu erkinlik meydanında Amerika Kongresi ve Aksaray'a hitap kılış için bu yerge Kanada'nınki Calgary, Edmonton, Vancouver, Alberta, Montreal, Toronto, London, Windsor katarlık şehirlerden 300'e yakın Uygur katlaştı. Bunların ekegen güç vatandaki Uygur tutallarının kırgınçılık uçuruşu ve yukarı gitişi şu sebeple bu yerge toplandı. Oxirida biz bu qatimki faoliyatni tashkillashga kuch chiqargan Burma vazifa kuchlarining mas'ul xodimlaridan Xana Zubayrni ziyorat qildik. Okay, so the Burma Task Force is a coalition of 19 Muslim organizations that has been trying to stop the genocide in Burma of the Rohingya people. And we see the same signs of genocide for our Uyghur brothers and sisters. So we could not stop and not pay attention to this. So we believe, and we're organizers, we're advocates, so we believe that we should use everything that we have learned in fighting this genocide in Burma to help the Uyghurs. So we are using our websites, our listservs, our media relations to help the Uyghurs today. Faoliyatning oxirida bir qism diniy guruhlar bilan birlikda Amerika hukumat tarmoqlarining ba'zi vakillarining Uyg'urlardagi diniy tadqiqotlardan tartib olinishi, madaniyat va ma'rif sohasining zo'r bo'hronga duch kelishi qatorliq temalar bo'yicha so'z qildi.